Bugun sizlar bilan bolalarda siydik chiqarish kanalining noto'g'ri joylashuvi, ya'ni epispadiya haqida gaplashamiz. Bu kasallik juda ham kam uchraydi, lekin sizning farzandingizda shu kasallik belgilari bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring, biz batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Epispadiya nima? Ya'ni epispadiya siydik chiqarish kanali rivojlanmaydi yoki noto'g'ri joylashgan bo'ladi. Shu sababli siyadigan paytda to'liq ravishda siya olmaydi yoki kindik tarafga qarab siydik oqib ketadi. Kasallikni oddiy belgisi siyish mahallida qiz bola bo'lsa son yoki atrof terilariga siydik oqib chiqadi. O'g'il bola bo'lsa kindik tarafga yoki yuqori tarafga qarab siyib qo'yishi mumkin. Kasallik qizlarda ham uchrashi mumkin, lekin o'g'il bolalarda ko'proq kuzatiladi. Yuqoridagi belgilar bo'lsa, malakali urolog mutaxassislarga uchraganda ko'rik mahallida aniqlanadi. Qo'shimcha ravishda ultratovush tekshiruvi, rengen ya'ni sistogramma, sistoskopiya qilib, qovuqni holati va qovuqni ichi kamerada ko'riladi. Bu tekshiruvdan so'ng kasallik aniqlanadigan bo'lsa, endi sizlar bilan davolash haqida gaplashamiz. Davolash asosan jarrohlik usuli bilan o'tkaziladi. Ya'ni 6-18 oyligida operatsiya o'tkazish tavsiya etiladi. Operatsiya usulida davolashdan maqsad rivojlanmagan, noto'g'ri joylashgan siydik chiqarish kanali o'zini tabiiy joyiga olib chiqiladi. Jinsiy a'zo estetik hamda funksional holati shakllantiriladi. Operatsiyadan so'ng xoh o'g'il bola bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi, u normal hayot tarziga qayta oladi. Ya'ni kelajakda farzandli bo'lish baxtiga erishadi. Agar farzandingizning parvarishi va kelgusi hayoti bilan qiziqsangiz, biz videolarimizga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.